Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Atiga 44 million so'm plyus bo'ladigan bo'lsa, trekkerlarda 24 oy muddatga o'zini narxida hech qanaqa kreditlar, foizlar emas, o'zini narxini bo'lib to'lashga 24 oyga olib chiqib ketsangiz bo'laverar ekan. Bu yangilik Apex Bank orqali berilyapti. Avtosalondan yangi holatdagi trekkerlarda 20% boshlang'ich to'lov to'lagan holatda olib chiqib ketsangiz bo'lar ekan. 10xlarni ham berishyapti ekan, ularni ham to'liq narxlarni yoritaman. Trekkerlarni ham to'liq qaysi paytga necha puldan oyma-oy qanchadan to'g'ri keladi, hamma ma'lumotni beraman. Sizlar bittadan like-ni bosinglar akalar. Like-ni bosib turib, ehtiyot bo'ling. Bittadan like-ni bosib turib, sizlarga JM mashinalarning ichida eng yoqqan 30 aka. Eng yoqqan mashina qaysi mashina? Sizlar uchun yozib qoldiringlar. Pullaring bo'lganda o'zlaring uchun, ota-onalaring uchun qanaqa mashinani olgan bo'larding? Albatta yozib qoldiringlar. Biz bo'lmasam boshladik. Yangi bo'lsalarimiz kanalimizda bittadan podpisatsiyani bosib qo'yinglar, bizga motivatsiya bo'ladi. Biz bo'lmasam boshladik. Akalar, trekkerda bilasizlar 4 ta pozitsiyasi bor. Birinchi eng prostoy pozitsiyasi 220 million 951 ming so'mdan boshlanadi. Endi 20% boshlang'ich to'lov bo'lsa 44 million 190 ming so'mdan to'g'ri keladi. 24 oyga 7 million 365 ming so'mdan to'lab 24 oyda uzib olsangiz bo'ladi. O'zini narxida hech qanday foiz qo'shilmaydi. Endi LTZ Plus variantini oladigan bo'lsangiz 244 million 108 ming so'm 100% o'zini narxi, 20% boshlang'ich to'lovda 48 million 821 ming so'm boshlang'ich to'lov qilasiz. Qolganini 24 oy mobaynida 8 million 136 ming so'mdan to'lasangiz bo'laverar ekan. Like-ni bosinglar, hali ham like bosmagan bo'lsalaring. Trekker Premier Plusga keladigan bo'lsak, Trekker Premier Plus hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan bitta pozitsiyalardan bittasi 272 million 656 ming so'mdan. Akalar, endi 40%ni, 20%ni to'lasangiz 54 million 531 ming so'm bo'ladi. Qolgani 24 oyga 9 million so'mdan to'g'ri kelyapti. Hammaga Trekker nasib qilsin. Yangisini niyat qilganlar bittadan like-ni bosib qo'yinglar. Hammaga nasib qilsin akalar. Qarang. Trekker Redline eng qimmati 282 million 474 ming so'm. O'zini narxi 100% to'lasangiz. 20% boshlang'ich to'lov bilan qiladigan bo'lsangiz 56 million 494 ming so'm chiqyapti. Qolganini necha puldan to'layman desangiz 24 oyga 9 million 415 ming so'mdan chiqadi. Bular trekkerlarda to'liq ma'lumotlar edi. Endi sug'urtalari bor akalar. Bundan tashqari sug'urtalarni hamma yoqda chiqarib yuboradigan bo'lsak, mashina narxlarda bo'lyapti. 10xlarni ham to'liq yoritamiz. Sizlar bittadan like bosib, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Men hozir Trekker 10xlarda bir boshdan nima qilamiz? Aytmoqchi, Cobaltlar ham nalichida bor avtosalonda, Drivers Village Marg'ilon avtosalonida bemalol ko'raverasizlar. Bundan tashqari Damas deysizmi, Labo deysizmi, hamma mashinalarda kutsalaring, olsalaring bo'laveradi. Mana akalar, 10xlar sizlarni kutyapti, balki sizning mashinangiz chetda bo'lishi mumkin. Ketdi akalar. Bularda 5 ta pozitsiyasi bor. LS mexanika birinchi pozitsiyasi 176 million 900 ming tan narxi. 20% 35 million 380 ming so'mdan chiqadi. Qolganini 5 million 896 ming so'mdan 24 oyga bo'lib to'lasangiz bo'laveradi. Bu birinchi pozitsiyasiga. Endi ikkinchi pozitsiyasi, bu ham mexanika bo'ladi akalar. Sal zadniy kamera u bularda farq qiladi. Bu ham atmosfernik motor bo'ladi, metan propan tushaveradi. 184 million 750 ming so'm narxi ikkinchi pozitsiyaning. 20% 36 million 950 ming bo'ladi, 20% ni to'lasangiz. Qolganini 6 million 158 ming so'mdan 24 oy mobaynida to'laverasiz. Endi 3-pozitsiyasi turbina variantli bo'ladi, LTZ turbo bo'ladi. 199 million 899 ming so'mdan chiqadi. 20% boshlang'ich to'lov 39 million 979 ming chiqadi. Oylik to'lov bo'lsa 6 million 663 ming so'mdan 24 oy muddatga bemalol o'zining narxini to'laverasiz. Hech qanaqa foiz kredit emas. Apex Bank orqali berilyapti akalar. Endi hamma mazza qilib minadigan, hamma olayotgan hozirgi kundagi mashi bo'ladi. Ya'ni 10x Premier Plus bo'ladi. Lyuklari bor, hamma yo'g'i joyida, koja salon deysizmi, turbina motor deysizmi, avtoparkovka hamma yo'qlariga bor 10x Premier Plus hisoblanadi. Ya'ni akalar 221 million 640 ming so'mligi shu bo'ladi. 20% 44 million 328 ming so'm to'laysiz. To'laganingizdan keyin 24 oy muddatga 7 million 388 ming so'mdan chiqadi akalar. 24 oy muddatga bemalol olib chiqib ketsangiz bo'laveradi. Bundan tashqari akalar, Redline eng qimmat variantini olaman desalar 230 million so'm
to'laysiz. 230 million 624 ming to'laysiz. 20% to'lovi 46 million 124 ming so'm bo'ladi. 7 million 687 ming so'mdan 24 olib, xuddi shu Redline variantini olib chiqib ketib, maza qilib minsalaring bo'laveradi. Akalar, video foydali bo'lgansa bittadan like bosinglar, obuna bo'lmagansalar obuna bo'lib qo'yib, xolis fikrlaringni aytinglar. Eng zo'r mashina qaysi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.